Assalomu alaykum, ismim Shohrux. Vmaster Trade kompaniyasidan bo'laman, ya'ni mijozlarni qo'llab-quvvatlash O'zbekistondagi bo'lim rahbariman. Sizni oxirgi qilgan payoutingiz bo'yicha bir qancha savollarim bor edi. Undan oldin o'zingizni tanishtirsangiz, iltimos. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Shohrux o'zi yaxshimi, hamma yaxshimi? Ana man Ergashev Xurshid, Mhm, Samarqand viloyati Urgut tumanidanman. mhm. Yoshingiz nechida aka? Yoshim 86, 39, 40 yoshdaman. Mhm. Juda yaxshi. Tradingga qanday qilib kirib qolgansiz aka? Nima sabablar bo'lgan tradingga kirib kelishingizga? Tradingga o'zim qiziqishim bor. O'zim endi savdo sistemasiga yuraman. Mhm. Bundan oldin ham 10 yil, 15 yil, 20 yil, почти 10 yil emasu, 20 yil oldin ham ben birjaga savdo qilganman. Masalan, Ha. mahsulot, O'zbekiston birjasiga savdo qilganman. Masalan, mahsulotlar, un, yog', paxta olib sotganman. Birja sohasini tushuncham bor. Demak, Broker, men tanigan treyderlarni ichida eng professional va eng tajribasi ko'pi siz ekansiz, Xurshid aka. Xo'p, ishqilar. trading siz asosiy kasbingizmi yoki boshqa ish bilan ham shug'ullanib turasizmi? Ya'ni trading boshqa kasbim ham bor, lekin u ham tradingda gap. Sababi u ham Ha, savdo, faqat offline bo'lishi mumkin. Bu onlayn. ha. Sababi u ham birjadan masalan mahsulot olib sotaman. Faqat O'zbekiston aro bo'lishi mumkin. Farqi shu. Mhm. Juda yaxshi. Faol ravishda 20, ya'ni tradingga qiziqib shug'ullanib kelayotgan davringiz qancha yil bo'ldi? 6 yildan oshdi, past 7 yil, 6 yildan oshdi. 2019-yillar kirganman. Ha, Bundan juda oldin ham ko'p. xabarim bor edi. Bu paytlarga 2017, 16 ham xabarim bor. Hammasidan tushunardim. Mhm. Faqat mana bu qanday kirish, Mhm. MetaTrader 5, 4 bularga terminalga oddiy misol kirishni Mhm. bilmasdim man. Uncha ma'lumotlar yo'q edi. Demak, vaqt o'tgani sayin tajribangiz oshib, qiziqib, shug'ullanib kelyapti. Juda zo'r. Shunday. Bi- Bizning kompaniya, ya'ni Vmaster Trade haqida birinchi bo'lib kimdan eshitdingiz? Man o'zi proplardan xabarim bor edi. Xabarim bor. Oldin ham ishlab kelganman boshqa kompaniyalar bilan ham. Lekin bu bilan xabar topganim man nima orqali xabar topdim? Instagram. Hmm. Instagramga kirdim, yaxshi ma'lumotlar berilgan. Plus sizlar tomonidan ham juda hammasini yoritib beryapsizlar. Shunga Hmm. qiziqib man уже bunga kirdimda. Hmm. Kirdim, Zo'r. o'ylab ham yurmadim. Man уже natijalarni ko'rdim, boshqalarni hammasini ko'rdim. Уже manga mana kompaniya bilan aloqaga qulaylik yaxshi ekan. Shuning hisobidan man Hmm. shuni tanlab kirdim. Oldim, Juda yaxshi. yaxshi. Keling endi savdo usullaringiz va savdo strategiyalaringiz haqida gaplashsak. Qaysi strategiyalardan foydalanasiz? Hozirda ko'plab treyderlar bir qancha mashhur strategiyalardan foydalanishadi. Bular ya'niki SNR deyishadi, ICT deyishadi. Siz qandaylardan foydalanasiz? Endi man bu strategiyalarni axtarsangiz soni chiqaveradi. Hmm. Soni juda ko'p. Ana man oddiy klassika bilan foydalanaman. Hmm. Ya'ni ko'p boshqalarni foydalanib ko'rganman. Eng yaxshi ichini ajratib olganman o'zimga yaqinlarini. Demak, Xohlagan strategiyalar ichidan strategiya tanlab olgansiz. tanlab olingan bir 4 ta 5 ta strategiyalarni ana o'shalarni masalan qo'llayapman. Masalan, e, Fibonacci Hmm. eng yaxshi ko'rgan instrumentlarimdan biri Fibonacci. Keyin mana e, hozir Fibonacci, keyin trend liniya, Hmm. uровень, Mhm.
Hozir Uruvin liniya keyin time frame'lardan burilish nimalarini ko'raman. Mhm. Yana Asosiy trend liniyalar bilan ishlar ekan. trend liniya Fibo asosan Uruvin keyin shu uchalasi bir joy kelganga savdoga kirib nima qilib Keling, ishlab e, kelmoqda. strategiyalaringizni yaxshiroq yoritish uchun TradingView yoki MetaTrader ilovangizni biz bilan bo'lishsangiz va savdo, ya'ni bozorni analiz qilsak. Mayli. Bu bizdan olgan Ha, hisobingiz, akkaunt aha, sizga mana tegishli. ha akkauntim ham o'zimga tegishli. Mana Mm, Juda zo'r. Davom mana etishingiz mumkin. mana уже mana birinchi time frame'ga kiraman. Mhm, Mana o'zim analizlarim oldingi mhm, Fibo orqali qilgan. Masalan, oddiy misol mana bozorga kirishim mumkin. Misol mhm, kirmoqchi bo'lsam mana avval man M300 time frame'lardan foydalanaman. mhm, Time frame'lardan avval yo'nalishni aniqlayman. mhm. Yo'nalishni aniqlaganimdan keyin mana katta time frame'larga shunga qarab Fibo qo'yaman. Ha, hozir Fibo tushunishim qo'ygandan bo'yicha birinchi bo'lib 30 minutlik time frame'da Fibonacci'ni chizib olasiz, to'g'rimi? bunday 30 minut 15 minutlikka Fibo qo'yaman. Mhm, 5 minutlik M5 nimaga ham qo'yishim mumkin. M5 time frame'ga ham mhm, Fiboni. Qo'ygandan keyin bu ehtimoliy nazariyani yuqori ko'rsatadi. Ehtimoliy nazariyasi masalan hamma instrumentlar o'zi asli ehtimoliy nazariyasiga ishlaydi. 100% mhm, degan emas. Lekin 10 tadan 7 ta 8 tasi ishlasa, o'sha strategiyani men o'zimga yaxshi ko'rganlarimdan biri deb hisoblayman. mhm. Buni hisobga olsak agar mana liniya liniya tortaman. Mhm. Buni ham ichki nimasini tekshiraman. Shunga qarab men savdoga kiraman. Agar liniya buzib o'tilsa, bu hozir mana Fibo qo'yganman. Bundan Mhm. tashqari M5 ga ham M5 ni Fibosini yana qo'yaman. Hmm. Qo'ygandan o'zi aytadi, hozir bozor masalan urib o'tishi kerak. O'tgandan Fibo M5 ga ham отдельно qo'yaman. Mhm. 1618 gacha borib berishi shart bo'lgan zona kelib chiqadi menga. Ana nimaga endi shart deyapman? 1618 juda yaxshi ishlaydi. Shunchalik yaxshi ishlaydi, faqat yaxshi qo'ya olish kerak. Demak, aynan o'sha joyini topish kerak. Aynan o'sha joyni topishni yo'li ham uchalasi bir joyga kelishi kerak. Ha, Liniyani buzib o'tadigan joyi Fibo Uruvin. ha. Reaksiya zonasi Uruvin deylik. Bir Mhm, joyga keladi. Shuni agar yaxshi qo'ya olsam 1618 ga 90% borish ehtimoli yuqori. to'g'ri. Juda yaxshi. Boshqa Fibo'ni strategiyalardan ham yo'nalishi foydalanasizmi? asosan shu. Asosan shu. Mana hozirda Man endi sizni analizingiz bo'yicha bozor qaysi tarafga yurishi mumkin taxminan? bu hozir yurishini yana mana D1 orqali ko'raman. Endi juda nima ekan? Bozor hali juda noma'lum. Hmm. Hali judayam noma'lum bozor.
Judayam noma'lum. Sababi man o'zim kunlikka savdo qilaman. Bir kunlikka mana bu ikkita chiziq bor mana bu bugungi kunda endi juma kuni. Mhm. Juma kuni deb olaylik mana shuni, mana shu kunni. Mana bu bir kun oldingi kun. Faqat bir kunga man uzoq muddat savdo qilmayman. Masalan, bugun ochib qo'yib, erta yopaman, endi yopaman degan gap yo'q. Bugun 2 marta yo 3 marta kirib, foydamni chiqam qilaman, chiqib ketaman, tamom. Hmm. Sababi siz hozir aytyapsiz-ku, masalan, qayerga ketadi. Qayerga Hmm. ketishini bu asnono vaqt ko'rsatadi. Sessiyalarga, yangiliklarga. Hmm. Uchun har bitta сделкаларым masalan 1 soat ushlashim mumkin, yarim soat ushlashim mumkin, 15 minut ushlashim mumkin. Nima uchun masalan 4 soat, 8 soat ushlamayman yo bir kun, 2 kun ushlamayman? Buni hech kim ayta olmaydiki, bozor ertaga pastga ketadi, ertaga yuqoriga ketadi deb. To'g'ri. Juda yaxshi. MetaTrader ilovasini yopishingiz mumkin. Endigi savollarim trading psixologiyasi va robotlar, nima desam bo'ladi, robotlar Eng haqida yaxshi. bo'ladi. Eng yaxshi Aha. ko'rgan robotingiz qaysi yoki umuman robotlardan foydalanasizmi bozorda? Yo'q, robotlarni o'zi tushunmayman. Robotlarga endi bir 5 yil, 6 yil, 4 yil oldin eshitganman. Robot faqat vazifa berasiz, qilishi mumkin. Hmm. A'dan S'gacha belgilasangiz, o'rtaga B'ni ko'rmasdan o'tib ketaveradi u. Hmm. Shuncha qiziqishim yo'q, unga nima qilmayman. Demak, inson omili Robot rol o'ynaydi yo'q, tradingda. psixologiya yo'q, psixologiya yo'q robotga. Faqat bergan vazifangizni bajarishi mumkin. Unga ham vazifa o'zgarsa agar, u o'zgarmaydi, robot o'zgarmaydi. Hmm. To'g'ri. Shuning uchun u inson omili bilan bog'liq narsa bu. Savdo sistemasi. Shuning uchun qiziqmayman, bir robot ishlatmaganman. Yaxshi. Qaysi savdolarni ochish, qaysilarini o'tkazib yuborish qarorini qanday qabul qilasiz? Qaysi savdolarni o'tkazishmi? Hmm. Misol, savdoga kirmagan yaxshiroq degan joylaringiz ham bo'ladimi? Albatta, albatta. U yangilik bo'lgan pillaga man masalan savdoga kirmayman. Ha. Sessiyalar almashgan pillaga kiraman. Hmm. Sababi u paytga bozor har tomonga ketishi mumkin. Shoshilinch yo'q menga. O'sha kuni vazifam bormi? Kun davomiga savdo qilmasam ham payt kelmasa, 9 dan keyin ham o'sha narsani olaman. Hmm. O'sha o'zim qilingan vazifamni qancha foiz ishlashim kerak, o'shani olaman. Hech vaqt man o'sha vaqtim ketyapti, soat 4 bo'ldi, 5 bo'ldi. Bugun vazifamni qila olmayapman, profit ola olmayapmanmi deb yoqang tortilish yo boshqa yo'q. Keling endi riskka to'xtalib o'tsak, savdoda shaxsiy riskni qanday boshqarasiz va boshqalarga riskni nazorat qilishni qanday tavsiyalarni berasiz? O risk eng birinchi instrumentlardan biri deb bilaman. Risk Hmm. birinchi o'ringa turadi. Necha yillik tajriba bo'lishidan qat'iy nazar insonga Mhm. boshqarish shart. Psixologiya deymiz, birinchi o'ringa psixologiyani buzadigan narsa risk bo'ladi. Riskka Hmm. amal qilmadingizmi, psixologingiz buzadi, tamom. Hmm. Ho offlayn bozorgami, ho mana bu onlayn bozorgami farqi yo'q. Hmm. Bitta narsani men tavsiya qilmoqchiman, offlayn bozordan mana bu onlayn bozorni bitta holati bor. Offlayn bozorga siz katalog ocha olmasligingiz mumkin. Sababi, masalan, avtomobil savdo qilasiz, lekin birdaniga 100 ta avtomobil sotib ola olmaysiz-da. Hmm. To'g'ri. Jismonan vaqt yetmaydi. To'g'rimi? Hmm. Lekin mana Forex, mana shu birjaga siz 10 lot ochishingiz mumkin. Bu To'g'ri. degani pulingiz bo'lmasa ham 10 lot ocha olasiz. Sababi broker sizga
$1 million yo $100 ming любой narsangizni sotib olib bera oladi. Mhm. Buni hisobga olib, ana bunga faqat shunga imkoniyat borligi sababli katta lot ochish yoki razgon qilish holatlari bo'ladi. Buni orqasiga baribir Mm. silif yotadi. Fakt bu. Bugun bo'lmasa erta, erta bo'lmasa indin o'zi psixologiya shuni o'rgansa agar, realni masalan o'zingizni pulingiz bo'lsa ham, misol 100 ming yo Mhm. 50 ming, bugun 25 ming qilasiz, 25 ming 50% kamaytirasiz, ertaga $80 ming qilasiz, 90 ming qildim deysiz, yana 10 mingga tushirasiz, misolan shunaqayin yuraverasiz. Demak, Shu qat'iy uchun risk bilan kirish kerak bozorga. juda qattiq birinchi o'ringa bu. Mm. Juda Risk zo'r. agar yaxshi desangiz, avval taqsimotini qilib olib, qancha depozitingiz bor, shu depozitga qarab riskni bo'lib olsangiz, Mhm. psixologiya buzilmaydi. Svobodni ishlab ketaverasiz. Ana u nimangiz ham kerak bo'lsa ishlaydi. Eng nazaringiz ilmaydigan strategiyalaringizni ham ishlayveradi. Mm. Suhbatimizdan anglab turibmanki, sizda kuchli psixologiya bor va shunday psixologik holatni saqlab qolish uchun qanday vositalardan foydalanasiz? YouTube yoki Instagram yoki do'stlar, kitoblar? Endi psixologiyadan foydalanish avvalo xotirjamlik, odamga xotirjamlik bo'lsa, ana hisob kitob bo'lsa, ana e, haqiqatlarni anglay bilsa, psixologiya uncha munchaga buzilmaydi o'zi. Hmm. Mashina haydashga ham masalan psixologiya, mashina haydashni ham psixologiya 10 yillik tajriba bo'lsa ham, agar razgom qilsangiz yoki tez haydasangiz masalan, Hmm. uni nimaga aytyapman? Masalan, mashin haydash sifatiga aytyapman. Birija sifatiga aytsam agar men razgon deyiladi yoki kattaroq lot deyiladi. Hmm. Shunday bo'lgandan keyin uje u avariya holatiga uchraydi-ku. To'g'ri. Avariya holati ehtimoli kattalashadi, to'g'ri. His hayajon yuqori bo'lgandan keyin psixologiya ketadi. Hmm. Faqat nafs bilan his hayajonni yaxshi bosa olsangiz, psixologiyangiz buzilmaydi. Hmm. Tushunishim bo'yicha savdoga real qarash kerak. Bu trading qimor emas, real ko'rib, to'g'rimi? Bunday. Real qarab, hayajonga berilmasdan, nafsga berilmasdan, normalni nima qilsa, psixologiya buzilmaydi. Riskni ham Ko'pchilik treyderlar taqsimotini bilish kerak. Aha. ko'pchilik treyderlar tradingda bir kunda kirib juda katta foyda bilan chiqib ketaman deb o'ylashadi. Menimcha barqaror foydani ta'minlovchi savdolar yoki strategiyalar hozirda trendda bo'lib turibdi. Chunki barqaror foyda eng muhimi. Bu azaldan ham shunday bo'lib kelgan. Mhm. Bu qaysi bozorga ishlatsangiz ham, Mhm. ana bitta shiorni men как legenda qilib olganman. Mhm. Biz o'zimiz tilga endi aytaman. Kim buni nima qilib olishi mumkin? Perot yoki bilishi mumkin tarjimasini. Kam xir, hamisha arroz xir, hamisha xir. Endi tojikcha tushunmaysiz, o'zimni tilimga aytyapman. Bu degani kam ye, har kun ye, hammasini yeysan degan mazmunda bu. Mm. Shu shiorim как legenda deyman. Sababi stabillik xohlagan narsaga rol o'ynaydi. Juda Stabillik yaxshi. juda katta narsa. Yo'qotilgan savdodan keyin salbiy his-tuyg'ularni qanday nazorat qilasiz? Ya'ni stop lossni urdi, siz aytishingiz bo'yicha stop loss va take profit qo'yasiz va o'sha savdoingiz stop lossni urdi. Qanday qilib o'zingizga dalda berasiz? Ko'pgina treyderlar o'sha savdoni
oqlayman, shu savdoni qoplayman deb yana bozorga kirishga urinishadi. Sizda qanaqa? Agar masalan stopni urdi, to'g'rimi? Mhm, Stopni urdi. Ana stopni urgandan keyin masalan qanchadir minusga kirdim man misol, to'g'rimi? mhm, Qanchadir minusga kirsam agar man e, o'sha qandaydir qisqa muddatga psixologiya ham buzilgan hisoblanadi. Настроение mhm, tushsa odamni immunitet как ishlab chiqarmaydi insonga. mhm, Dam olib yoki juda qaytadan yangiday kirib o'sha vaqt ajratib 2 soat yo 4 soat xuddi ertalabday turganday nimalarni bajarib keyin kirishi mumkin. Bo'lmasa ungacha psixologiyani tuzatolmasam kirmayman. mhm. Juda yaxshi tajriba bo'ldi yangi kirib kelayotgan treyderlarimizga. Keling endi VMaster Trade, ya'ni bizning kompaniya bilan tajribangiz haqida qisqacha bo'lishsangiz, bizning platformamiz bo'yicha umumiy tajribangiz va fikringiz qanday? Bu orqali juda yaxshi. Sababi boshqa proplar bilan ham ishlaganman. Proplar masalan kunlik 2%ligi yo'q. Hmm. Masalan, oddiy 5%, 10% deyilgan, tamom 5% kunlik, umumiy 10% deyilyapti. Xolos boshqa proplarga, lekin bunga yana bitta plus tarafi, bitta emas, ikkita plus tarafi. Birinchisi, kunlik 5% beramiz degan bilan yana o'shani bo'lib qo'yilganda har bitta Paralarga. savdoga kirishing, Hmm. paralarga yo savdoga kirishing o'shani 2% hisoblasin deyilgan. Hmm. Plus ikkinchisi har bitta сделкаga kirganing uchun nechta kirishidan qat'iy nazar, yo 5 ta yo 4 ta kiramiz masalan, to'g'rimi? Har Hmm. bitta nimaga kirishga. O'shani kami 2,5 minut, 3 minut ushlashing kerak degani. Bu degani uverenroq bo'lib kirasiz. Bu bir. Hmm. Men qisqa qilmayman. Bitta 1 minutlik uchsin, men uje olayu ketay. Unaqa gap yo'q-da. Hmm. Aniq bir joyga kirishni maqsad qilib keyin kirasiz. Buni Mhm. pro berilgan shartlar juda yaxshi. Ikkinchisi ana u birinchisi ana kunlik 2%, 5% dan tashqari 2%lik berilyapti-yu. O'sha Mhm. narsa ham juda yaxshi, juda yaxshi. Yana bo'lgan. Bu stabillikka olib kelyapti-da odamni. Mhm. Qaysimi yo'qmi, juda qoidalarni juda yaxshi ishlangan. Bu ayniqsa mana $1000 yo $500 bilan yo $200 bilan kirib buncha olib ketaman Hmm. degan odamlar nima desam bo'ladi? Bunga o'zi pul yo'q. Unaqayn razgomlarga nima yo'q Hmm. degani bunga yaxshi tushunadi. Hmm. O'zi asli strategiyani o'zini real shotiga ishlatishini tavsiya qilaman masalan. Hmm. Men o'zim robdan oldinlari ham masalan 6 yil, 7 yil oldin ishlaganman. Misol ishlab kelaman, muntazam ishlab kelaman. Misol Mhm. har kuni deyarli. Ana shuncha yildan beri har kuni ishlab kelaman. Imena shu narsalarni men xuddi mana shu propni qilgan nimalarichalik o'zimga yozib olib ishlab kelamanda men. Hmm. Lekin men shunga amin bo'ldimki, shuncha yillik tajribam orqali xuddi shuncha prosatkaga roziman. Ana Hmm. kuniga shuncha ishlayman. Uje shu xuddi shu strategiyamni aytib qo'yilganda bu Hmm. yerga. Siz Aytib oldindan qo'yilgan. o'ylagan strategiyangiz ideal qoida bo'lib bizni kompaniyada joylashgan. Shunday ideal qoida bo'lib joylashgan. Men ko'p tanishlarimga, nimalarimga aytaman. Risk kunlik mana shuncha bo'lish kerak. Ana u bo'lish kerak. Hammasini aytaman, uje baribir olmaydi-da. Hmm. Maslahat beraman, bu quloqdan kirib, bu quloqdan chiqib ketadi. Hmm. Ya'ni men ko'p ishlab chiqarish shunaqa sohalar bilan ishlayman. Ana qancha
ana banklar bilan ishlaganman. Kredit olamiz, yopamiz, shunaqayda masalan. Zavod bor, ishlab chiqarish, kredit olamiz, yopamiz. Shu uchun o'sha foizlarni bilan ishlash, prasatkalar hammasini deyarli tushunaman-da. Shu ham katta yordam bergan menga. Kunlik foiz qancha? Birovni aytsangiz, kunlik foiz qanday, gadavoy foizlar qanday, uni oylik foiz qanday chiqara olmaydi ko'pchilik. Ularni juda yaxshi risklarni, nimalarni chiqarishni juda yaxshi tushunaman. Juda yaxshi. Bizda mijozlarni qo'llab-quvvatlash tizimi mavjud. Siz bilan muntazam aloqada bo'lib turishdi, yordam berishdi va shu bo'limni, shu tizimni yaxshilash uchun fikrlaringiz yoki shikoyatlaringiz bo'lsa aytib o'ting. Yo, bu nimalarga, adminlarga juda rahmat. Juda rahmat. Ismlari Saudat edimi? O'sha kishi bilan Bizda hamkorlarimiz, affiliate partner. Juda gap bo'lishi mumkin emas, lekin boshqa problardan aynan farq qiladigan joyi shu. Mana intervyudan ham juda xursandman, sababi sizlarga shuni ham tashkillashtirilgan sizlar. Tashkillash qancha fikr almashish bo'ladi. Men shu uchun bemalol rozi bo'ldimki, masalan, qancha o'zimning dunyo qarashim yoki strategiyalarim kimgadir ilganicha ilib olsin-da, foydasi tegsin. Bu bir. Ikkinchisidan nimalarni qo'yish, sertifikatlarni qo'yish, savol-javob, vaqt-vaqtiga javob berish gap bo'lishi mumkin emas, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Xohlagan vaqtga javob bera olyapsizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Omad lekin zo'r. Davom etsin, davom etsin, juda rivojlansin bu kompaniya. Va so'nggi savolim, Vmaster Trade, ya'ni bizni kompaniyani boshqa treyderlarga tavsiya qilasizmi? Agar ha bo'lsa, nega? Tavsiya qilishmi? Bo'yicha so'rov, yo'q, juda tavsiya qilib kelyapman. Tavsiya qilaman ham. Sababi shartlari ham zo'r, xizmat sifatlari ham zo'r, ishonchli, bemalol. Men tavsiya qilib kelyapman, tavsiya qilaman ham. Zo'r, shartlari zo'r. Menga juda yoqqan. O'sha aytyapman-ku, oldingi qilgan ishlab kelayotgan o'zimga qo'yilgan shartlar hammasi kopiyada, hech qanday menga nima bo'lgan emas. Qoidalar zo'r ishlab chiqilgan. O'sha asliga ham insonning o'ziga ham qonun qoida shunday bo'lishi kerak. Inson real o'zini shotlariga ham. Bundan ortig'i xato. Nima desam bo'ladi? Bundan ortiq masalan haqiqiy qonun qoidani qo'yganda xullas. Yaxshi, fikrlaringiz uchun rahmat. Suhbat uchun ham, vaqtingizni ajratganingiz uchun ham rahmat. Savdolaringizga omad. Sog' bo'ling. Rahmat. Salomat bo'linglar. Xo'p, rahmat. Vmaster Trade.